flotatsiya jarayonida muhit hosil qiluvchi reagentlar. Bu reagentlarning turi, vazifasi, xossalarini bilishdan oldin biz avval muhitni necha xil turi bor, nega ular bo'linadi, shuni bilib olishimiz kerak. Har qanday muhit 3 ga bo'linadi. Kislotali muhit bo'lishi mumkin, neytral bo'lishi mumkin, ishqoriy bo'lishi mumkin. Nimani hisobiga bular 3 ga bo'linyapti? Bo'linyapti. Mana shu suyuqlikda eritmada flotatsiya jarayoni deb oladigan bo'lsak, o'sha suyuqlikning tarkibida vodorod ionlar miqdori qanchaligiga qarab bo'linadi. Vodorod ionlar miqdori teskari o'nli logaritmda 1 dan 6 gacha sonni ko'rsatsa, pH metr yoki hisoblansa shu chiqsa, teskari o'nli logaritmda. Demak, bunday muhit kislotali muhit deyiladi. Agar eritmada vodorod ionlar miqdori teskari o'nli logaritmda 7 ni ko'rsatadigan bo'lsa, demak bu muhit neytral muhit deyiladi. Neytral muhitda kislotalik hamda ishqoriylik teng darajada bo'ladi. 8 dan 14 gacha ishqoriy deyiladi, sababi vodorod ionlar miqdori o'sha kamayib, gidroksid ionlar miqdori ortadi. Bu muhitni bilishimizdan sabab nima? Har qanday mineralni, o'sha qimmatbaho mineralni boyitganimizda flotatsion jarayonda qaysi muhitda optimal, eng yuqori darajada ajratib olib, keraksiz minerallar cho'kishini ta'minlaydi. O'sha o'rganiladi laboratoriya sharoitida. Masalan, misni flotatsion jarayonida o'rganilganda 10 dan 11 gacha misni ajratib olishi yuqori ko'rsatkichlarga erishilgan. Ya'ni pH metr 10 dan 11 gacha. Masalan, oltinni flotatsion yo'l bilan boyitganda 9,5 pH metr ko'rsatgan. Ya'ni kuchsiz ishqoriy muhitda oltinni ajratib olish yuqori ko'rsatkichga erishilgan. O'shaning uchun bu muhitni biz bilishimiz kerak, nimaligini, nega bo'linishini. Bundan keyin biz har bir muhit hosil qiluvchi reagentni o'rgansak bo'ladi.